Xo'p, 44 savolga yetib keldik. Buni ham tushuntirib o'ramiz. Shu bilan 28-fevral ikkinchi semina savollari tugaydi. 44-45 ni. Demak, 44 ta nima degan ekan? ABCD piramidada D piramidaning uchi. A, B, C, D piramidaning uchi yuqori qismi. Birma-birini olib ketaveraylik. D si qirrasi esa 3 ga teng. D si qirrasi 3 ga teng bo'lyapti. Radiusi 2 taqsim 3 ga teng bo'lgan. Demak, sfera piramidaning ABD yon yog'iga mana shu yerda DS qirrasiga va ABC ga teng bo'lgan sfera demak ABC uchburchakning medianali kesishgan nuqtasiga urinadi. ABC uchburchakning medianali kesishgan nuqtasiga urinar ekan. Mana shu medianali kesishgan nuqta shu bo'lsin. ABD yoqdi, mana bu yerda urinyapti. DC qirraga esa bu nuqtada urinsin. Ana shular aytgan. Agar AD qirrasi ABC yog'iga perpendikulyar deyapti. AD qirrasi ABC yon yog'iga perpendikulyar. Mana AD qirrasi ABC yog'iga yon yog'i debman. AD qirrasi ABC yog'iga perpendikulyar. U degani AD mana bu ASiga hamda AB tomonlariga perpendikulyar bo'ladi. Shuning uchun mana bularni 90 gradusdan deb yozib qo'ydik. AC BCga teng ekan, AC BCga teng. Mana bular teng mana. Yozib qo'ydik. Medianalar kesishgan nuqtada bo'lganligi uchun teng yonli bo'lgani uchun mana bu medianani tushiryapmiz. Mediana 2:1 nisbatda bo'linadi. Natijada ham bisektrisa, ham mediana, ham balandlik bo'lib qolyapti. Shuning uchun mana bu yerda ham teng 2 ga bo'ladi. Ular x deb oldik. Uni biz balandlik topish uchun ishlatgandik. Hozir bularni ham tushuntiramiz. Xo'p, A shartida aytayapti. ABC uchburchakning AB tomoniga tushirilgan medianasi uzunligini toping deyapti. Mana bu ABC uchburchakning AB tomoniga tushirilgan mediana. Medianasi SI qismi deb oldim. O'sha SI qismi uzunligini topishimiz kerak. Piramida hajmini toping deyapti. Xo'sh, SI qismi uzunligini topishimiz kerak. Demak, mana bu sfera, radiusi 2 taqsim 3 ga teng bo'lgan sfera ABD yon yog'iga urinayotganligi uchun mana bundan bungacha bo'lgan masofa radius bo'ladi. Keyin ABCning medianali kesishgan nuqtasiga uringanligi uchun mana bu ham radius bo'lib qoladi. 2:1 nisbatda ajratadi. Bu yer radius bo'lsa, bu ikkita radius bo'ladi. Medianali kesishgan nuqtasi 2:1 nisbatda bo'linardi. Aylana markazi bo'lyapti. Demak, radius bu ham radius bo'ldi. Bu yer ham endi radius bo'lgani uchun mana bu ham radius bo'lib qolyapti. O'shandan demak bu yer radius, bu yer ikkita radius bo'lgani uchun demak SY kesma uzunligi 3 ta radiusga teng bo'lib qolyapti. Radius o'rniga 2 taqsim 3 ni olib kelib qo'yib ko'paytirib qo'ysak 3 ta qisqarib 2 chiqib qolyapti. Demak, A shartining javobi 2 bo'lar ekan. Ikkinchisida demak B shartida piramida hajmini toping deyapti. Hajmini topish uchun demak bizga asos ABCning yuzasi kerak hamda balandlik kerak. Ya'ni AD kesma uzunligini topishimiz kerak. Nimalar qildik biz? Endi mana bu e'tibor beradigan bo'lsak, C dan mana bu ikkita radius mana shu urinyapti. C dan mana shu yergacha urinyapti. Keyin bu yerdan ham bu yerga urinyapti. Bular teng bo'ladi. Radius 2 taqsim 3 ga teng bo'lgani uchun 2 ga ko'paysam 4 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu yerdan bu yergacha urinish nuqtasigacha bo'lgan bo'lsa 4 taqsim 3 bo'lsa, bu yer mana bu masofa ham 4 taqsim 3 bo'ladi. Keyin umumiy DS qirra 3 bo'lgani uchun 4 taqsim 3 bo'lsa, bu yoqqa 5 taqsim 3 qoladi. Ikkalasini qo'shsak 3 deb beradi. Demak, mana bu yerda 5 taqsim 3 dedik. Endi boshqa tomondan yana nima dedik? Mana bu yerdan demak ABD yon yog'iga urinadi degandik, shu urinish nuqtasi F nuqta bo'lsin, D dan F nuqtagacha bo'lgan masofa ham 5 taqsim 3 bo'ladi. Chunki mana bu yerdan bungacha urish nuqtasi 5 taqsim 3 bo'lsa, bu yer ham 5 taqsim 3 bo'lib qoladi. Xuddiki mana bu aylanaga o'tkazilgan urinmalar teng bo'lsa, o'sha stereometrik nolarda ham demak sferaga biz urinmalar o'tkazadigan bo'lsak, o'sha urinmalar ham teng bo'lib qoladi. Shu bu ham 5 taqsim 3 bo'lyapti. Yaxshi, shuning uchun men DF 5 taqsim 3 deb yozib olganman. Biz balandlik topishimiz kerak. Umumiy mana bu balandlik deyapmiz.
Mana bu yerda x deb oldim. Bu x mana shundan AD qirraga o'tkazilgan masofa bo'lyapti. Bu FK bo'lyapti. Shuni x deb oldim. Mana bunga parallel qilib o'tkazib oldik. Shuning uchun balandlik deb qarayapmiz. X bo'lsa bu ham x bo'ladi. Endi mana mediana bo'lgani uchun, teng yonli bo'lgani uchun bu yoq x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Ham mediana, ham balandlik, ham bisikl esa bo'lgani uchun bu ham x deb oldik. Keyin nima qildik? Biz balandlik topib olishimiz kerak. A-sini kvadrati, A-ni kvadrati hamda C-ni kvadrati. Mana shu yer to'g'ri burchakli uchburchakni beradi. O'shani yozib oldim. A-sini kvadrati, keyin A-ni kvadrati x kvadrat bo'ladi. Keyin C-ni kvadrati. C bizda 2 chiquvdi. O'sha 2 ni olib kelib qo'ysam, buni o'rniga 4 bo'lyapti. Demak, A-sini kvadrati x kvadrat plus 4 bo'lyapti. Buni hozir foydalanamiz. Endi keyin nima deb oldik? Mana bundan bordik. Mana bu uchburchakdan bordik. CD-ni kvadrati bu 3 bo'lyapti. Shuning uchun 9 bo'ladi. Keyin A-sini kvadrati, A-si mana x kvadrat plus 4 ga teng, o'sha o'rniga buni olib keldik. Keyin AD-ni kvadrati. Mana bu yer radius degandik. Mana bu yer radius bo'lsa, bu ham radius, bu ham radius bo'lib qoladi. Mana bunga parallel kesma o'tkazuv radius bo'lyapti. O'shanga qo'shamiz mana buni. Bu uzunlik nimaga teng bo'lyapti? Mana bu yerda ham to'g'ri burchakli uchburchak bor. Mana bu gipotenuza 5/3. Mana bu x katet bo'lyapti. Mana buni kvadratidan buni kvadratini aytsak Pifagor bo'yicha. Ya'ni buni kvadrati bilan buni kvadrati buni beradi, buni kvadratini. Shuning uchun ayirib olsak buni kvadratini buni beradi. 25/5/3 kvadrati 25/9. O'shandan x ni kvadratini aytsak shu ko'rinishga keladi. Ildizga olib qo'yapmiz. Demak, mana bu dk kesma uzunlik shunga teng bo'lyapti. Shu qo'shilgan mana radius, ya'ni 2/3. Mana shular yig'indisining qavs kvadratiga teng bo'lib qoladi. AD aynan shunga teng bo'lyapti. Buni olib kelib qo'ydik. Mana x ga bog'langan bizda ifoda hosil bo'ldi. Aynan x ni topib oladigan bo'lsak, biz hozir x topsak, mana bu balandlikni ham topa olamiz. Mana bu tomonni topganimiz uchun ABC uchburchak yuzini ham hisoblashimiz mumkin. Shuning uchun biz hozir x ni kiritib oldik. Nima qildik? Endi 4 chap tarafga olib bo'lsam 5 bo'lib qoladi. X kvadrat, mana kvadratga olsam buni kvadrati buni beradi. Ikkalasining ko'paytmasi ikkilangani bor. 2/3 ga, demak 2 ni ko'paytsam 4/3 ildiz ostida bo'ladi. Buni kvadrati 4/9 bo'lyapti. 4 ni chap tarafga olib o'tdik. Endi mana bu yerda minus x kvadrat bilan bular ketadi. Keyin nima qildik? 25/9 ga 4/9 qo'shsam 29/9 bilan uni 5 tarafga ayirib o'qib o'tkazaman. 4/3 ildiz ostida 25/9 x kvadrat qolyapti. Keyin nima qildik? Keyin buni umumiy maxraj berib, demak 45 bo'ladi. 45 dan 29 kelsa 16/9 bo'ladi. 4/3 shu turishda yozib oldik. 4 bilan buni qisqartsak 4 tadan bo'ladi. 3 bilan 9 qisqartsak 3 tadan bo'ladi. Qisqartirib kvadratga oshirsam yana mana bu kvadrati bu bo'lyapti. Buni kvadrati 16/9 to'g'rilab yozib oldim. Keyin x kvadrat topsak, mana 9/9 bo'lib qolar ekan. 1 chiqib keladi. X 1 ga teng bo'lib qolyapti. Mana x topdik. H topib qo'yamiz endi. H topamiz. Mana bu 25/9 ayrilgan x kvadrat 1 kvadrati demak 1 bo'lyapti. O'shanga qo'shamiz mana 2/3 ni balandlikni beradi mana buni. Buni ayirsak, demak bundan 4/3 chiqib keladi ildizdan. Bu 2/3, bu 6/3, ya'ni 2 chiqib keladi, balandligi 2 bo'lar ekan. Ana h ni topdik, x ni bilamiz. Endi hajmni bemalol hisoblasak bo'ladi. Bilamiz, mana bu yerda endi piramidaning hajmi 1/3 asos yuzasini balandlikka ko'paytirardik. Shu bo'yicha asos yuzasini topamiz. Asos mana teng yonli ABC uchburchak bo'lyapti. Biz mana bu 3 ta radius C kesmani balandlik sifatida olamiz. AB kesmani esa asos sifatida olamizdagin. Shuni yuzasini hisoblab qo'ysak, AB bizda 2 ta x, boshqa tomondan 2 ga teng, C kesma 2 ga teng edi. Hisoblab qo'ysak, demak asos yuzasi 2 chiqib kelyapti. Balandlikni ham 2 ga teng deb oldik. Hajmini hisoblaymiz. 1/3 asos demak 2 bo'lyapti, balandligi ham 2 bo'lyapti mana. 2 2 o'shalarni olib keldik. Natijada hajmi 4/3 bo'lyapti. 44-savolda B shartining javobi 4/3 bo'lyapti. Oxirgi savolga yetib keldik. 45-savol. Korxona rahbari korxonaga ketadigan xarajatlarni hisoblab chiqdi. Bunda korxonaning daromad funksiyasi
demak mana bu ko'rinishda ekan ax 2x taqsim 3 ekan. Xarajat funksiyasi bx 2 x ko'rinishda ekan. Bu yerda x ishchilar soni ekan. A shartida korxona zarar ko'rmasligi uchun kamida nechta ishchi olish kerak degan. Zarar ko'rmasligi uchun, zarar bo'lmasligi uchun mana daromad, ya'ni foyda va xarajat sarflangan pullar. O'sha daromad bilan xarajat bir-biriga teng bo'lishi kerak. Qancha daromad qilyapti, xarajatini demak chiqardi daromad orqali. O'sha xarajat bilan daromad qiymatlari teng bo'lsa, zarar ko'rmaydi. Foyda ham ko'rmaydi, zarar ham ko'rmaydi. U degani daromaddan xarajatni aytib tashlasak, zarar ko'rmasligi uchun 0 da chiqishi kerak bu. Shuning uchun ayirmasini 0 deb olyapmiz. Bu yerdan shu shart bajarilganda x ni ishchilar sonini topishimiz kerak. Keyin B shartida korxona foyda ko'rishi uchun eng kamida nechta ishchi olish kerak? Korxona foyda ko'rish uchun qilgan daromad foydasi xarajatdan ko'proq chiqishi kerak. Ya'ni foyda oldik. O'sha daromad qilganmiz, foyda umumiy pullar o'sha xarajatidan ko'proq chiqadigan bo'lsa, foydaga o'tadi. Shuning uchun bu yerda daromaddan xarajatni aytib tashlasak, plus bo'ladi. Ya'ni foyda chiqqandan keyin ortiqcha pul bo'ladi, musbat plusda chiqadi bunday aytganda. Shunda shu tengsizlikni sharti bajarilgandagi, demak x ning eng kichkina qiymati, ya'ni eng kamida nechta olish kerak, ishchi olish kerak deyapti. Shuning uchun x minimal topishimiz kerak. Birinchi A shartini ishlaydigan bo'lsak, bu yerdan mana o'ng tarafga olib o'tsak, ikkalasi teng bo'lib qoladi. Natijada bu ikkalasini tenglashtirib ishlaydigan bo'lsak, ikkalar qisqaradi. 3 ni bu yoqqa ko'paytirib ayirib bu ko'rinishga o'tkazib olamiz. Ildizosi x ko'paytuvchi qilib olib chiqsak, bitta ildizda demak 0 ga tenglashtirib kvadratga oshirsak 0 bo'ladi. Buni 0 ga tenglashtirib ildizosi x 3 ga teng bo'ladi. Kvadratga oshirsak ikkinchi ildiz 9 chiqib keladi. 0 da olmaymiz, endi 9 da olsak bo'ladi. 9 demak A shartining javobi eng kamida 9 ta ishchi olish kerak. Endi B sharti foydaga o'tish kerak. Mana buni topishimiz kerak. Demak mana bu 0 ga teng bo'lsa, endi shuni yana shunaqa qilib tengsizlik olib olsak, oxirida mana bu ko'rinishda faqat 0 dan katta ifoda hosil bo'ladi. Bu yerdan ham ildizosi x topib chiqib 0 dan katta qilamiz. Ildizosi x t deb belgilasak, demak t musbat bo'lyapti. 0 dan katta yoki teng. O'rniga olib kelib t bo'yicha yechim qiladigan bo'lsak, t 0 dan kichkina, t 3 dan katta bo'ladi. Musbat bo'lgani uchun demak 3 dan katta oraliq yechim qilyapmiz. T ni o'rniga ildizosi x olib borib, ildizosi x 3 dan katta, kvadratga oshirsak x 9 dan katta chiqib kelyapti. Demak, foyda ko'rish uchun ishchi 10 ta ishchi olish kerak ekan, kamida 10 ta ishchi oladigan bo'lsa, demak foyda ko'rar ekan. 45-savolda B shartini javobi demak 10 ta ishchi olish kerak.